$112,000 ga Toshkent shahar Sergeli Xonoboddan 2 qavat 6 xonali yangi kottejimizni sotuvga chiqdi. Like, obuna bo'lib qo'ying. Men sizga hozir chiroyli obzor qilib beraman. Boshladikmi? Qarang, uyimizning chiroyligini. Ko'rasizmi? Uyimizning yer maydoni 1,5 sotix, 2 qavat, 6 ta xona, oshxona va podvali bor ekan. Yevro remont qilingan. Katta ko'chadan mana 50 metr kirganingizda. Ko'rasizmi? Sifatli traventillar qilingan. Hovlimizga bemalol bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Elektronik darvoza, kalitka eshik, sanuzelimiz bor, podvalimizga tushishi. Nima kamchiligi bo'lsa, qilib berishar ekan. Ishdan ko'p chiqamiz ham, qani ketdik. Uyimizning ichki qismiga ham kirib oldik. Kirishingizda mana bunaqa kichkina bo'lsa ham hovlimiz bor. Ikkinchi qavatga chiqishimizda ko'rasizlar, sifatli eshiklar, zinalar qo'yilgan. O'ng tarafimizda oshxona, hamma xonamizda cho'pli pol, variatsiyalarda siydi. Bu yerda yotoqxonamiz, bu yerda mana mehmonxona, orqa hovlisi. Sanuzel kattaligini qarang, yana bitta spalnik qorsi bo'ladi ekan. Endi esa ikkinchi qavatga chiqamiz. İkinci qavat chiqishimizda mana 4 ta yotoqxona. Bolalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi. İkinci qavat sanuzel. Kattalar yotoqxonasi, kattagina ekan. Oxirgi xonamiz bolalar yotoqxonasi.